Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar, hürmetli perzentler. Biz Allah'ın fazli rahmeti bilen esir namazını okup aldık. Tövende qaysınlarga ata-anını hürmet qilish, shundaqla ata-anınınki farzand ustidagi haqqiningki intayin muhim ekanligi to'g'risida qisqacha nasihat qilib o'tamiz. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda o'ziga ibodat qilishni bayon qilgandan keyin uningga ulashtiribla ata-onaga yaxshilik qilishga alohida amr qilgan. Bu to'g'rida Allah subhanahu va taolo aytadi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Ya'ni Allah subhanahu va taolo yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyurib, undan keyin ata-onaga yaxshilik qilishga buyurgan. Çünkü ata-ana bo'lsa bizningki dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan, bizlarni kichigimizdan yaxshi tarbiyalab, o'stirib, bizni yaxshi odam bo'lsin deb kech-kunduz jafo tortib, tirishchanlik qilib, bizlarning yaxshi o'qib kelgusida yaramli avlodlardan bo'lishimiz uchun eng jafo tortgan tövbekor kishilardir. Bo'libmi ata-onaning ichida bizning onalarimizning tortgan jafosi intayin ko'p. Anamiz bizlarni qo'rsig'ida 9 oy ko'tarib, nurg'un to'lg'oqlarni tutib, jafo mushaqqatlarni tortib, tavallud qilib dunyoga kelgandan keyin, undan keyin kechalari uxlamay, emitib, bolarim sog' salomat cho'ng bo'lsin deb onamizningki haqqi intayin ko'p. Şuna bir adam Peygamber Aleyhisselam'dan kişiye gelip, "Ya Resulallah, men en yaxshi muamele qilish haqli bo'lgan kishi kim?" degan vaqtida anang degan. Enandan keyin kim deb so'raganda yana anang degan. 3-chi qitim yana kim deganda anang degan. 4-chi qitimda dadang deb javob bergan. Buningdan onalarimizningki bizning ustimizdagi haqqininki intayin ko'p ekanligi ochiq chiqdi. Şuna bizlerning burchimiz nima desa, ata-onamizni hurmat qilish, ularning gap so'zlarini anglash, ularga qo'pol yirik muomala qilmaslik va ular har qachon bir ishga buyursa, gap so'z qilsa, nihoyat tuvanchilik bilan va ularningki buyruqini darhol ijro qilish kerak. Yana bir odam o'zining onasini do'lisga hafach qilib, Ka'bani tavob qilib o'tib, sahobalardan Ibn Umar radhiyallohu anhu uchrab qilib so'raydi: "Ya Abu Abdurrahman, men onamni do'lamga ilib hafach qilib Ka'bani tavob qilyapman. Mushunda qilsam bir onamning haqqini ado qilgan bo'lamanmi?" deganda Ibn Umar radhiyallohu anhu: "Onang seni tug'digan vaqtida yegan to'lg'oqdan bir to'lg'oqning haqqi ado bo'lmagan." Buningdan hamda biz ata-onamizga nihoyat bek yaxshi muomala qilishimiz kerak. Ularga bir azdir ko'pdir iqtisod deb pul berib qo'yish bilan ularning haqqi ado bo'lmaydi. Agar ular yashinib qolgan vaqtida biz yinida bo'lsak, ularning xizmatini qilish, ularga qosh ko'tarib qaramaslik, hatto bir ishga buyursa, uf degan so'zni qilmaslik kerak. Allah subhanahu va taolo degan: "Va la taqul lahuma uffin va la tanharhuma." Yani ata-onanglar sizlarga bir ishga buyursa, biror gap qilsa, ularga deydigan gapni qilmanglar. Buningdan ata-onaning haqqininki intayin zo'r ekanligi ochiq ifodalandi. Şuna bo'lib haqiqatda kichik farzandlar ata-onalaringlar tayyor, har kuni sizlarning yaxshi o'qishinglar uchun tamoqlaringlarni tayyor qiladi, kiyimlaringlarni pokiz rattiq qilib, atdeganda maktabga avatidi, tushdan keyin Qur'on kurslariga. Yani bu nima uchun desa, sizlarningki yaxshi odam bo'lishinglar uchun, o'zining Robbini taniydigan, ota-onasiga hurmat qiladigan, kelgusida vatani uchun xizmat qiladigan yaramli avlodlardan bo'lsin deb ata-onanglar sizlarga nihoyat kuch chiqaradi. Şuna ata-onalarimiz, bolalarimiz ata-onamizning qadrini bilayli, ularning xizmatini qilayli, ularni hurmat qilayli. Agar ata-onalarimiz vafot bo'lib ketgan cho'nglarimiz bo'lib qolsak, ata-onamizning do'stlarini izlab, ularning hurmatini qilli, ata-onamizning haqqida yaxshi duo tilaklarni qilli, xayri ihson qilli. Mushunda qilsak, ya'ni ata-onamizning haqqini ado qilgan bo'lamiz. Shunga inson vafot bo'lgandan keyin uning tarbiyalab qo'ygan yaxshi farzandlari ata-onasining haqqida duo qilib, yaxshi amallarni qilsa, qiyomat kuni ata-onasiga ajr savob bo'lib turdi. Hatta ularning haqqida ko'p duo qilish kerak. Robbirhamhuma kama robbayani sagira.
Ey Rabbim, ata-anamga rahmet kısla, ularning jannatdagi o'rnini yuqori qisla, ularning tiniga salomatlik ato qisla, ularga har vaqt yaxshilik ato qisla. Chunki ular meni kichigimdan biqib cho'ng qilgandek, ularga sizlar mehr shafqat qisla deb Allohga har vaqt duo qilib turish kerak. Chunki ata-ona degan bizning tog'dek yo'lanchukimiz. Ata-onamiz bu vaqtida biz nima ish qilsak qila olamiz, nima o'qisak o'qiy olamiz. Bizda hech qanday g'am bo'lmaydi, turmush g'ami bo'lmaydi, oila g'ami bo'lmaydi. Biz faqat yaxshi o'qib olsak, ata-onamiz shundan xush bo'ladi. Shunga farzandlarim, sizlar hammanglar kichik ata-onalarning yaxshi xizmatini qilinglar, ularning so'zini obdan anglanglar, har vaqt ularga nihoyatda hürmet, ehtiram bilan muomala qilishni o'rganinglar. Hargizmi ata-onanglar ishga buyursa, "Voy men qilmaydim, ya palani qilsin, akam qilsin, ukam qilsin" deb ata-onanglarga hurmatsizlik qiladigan ishlarni qilmanglar. Chunki biz ata-onamizning xizmatini yaxshi qilsak, kelgusida bizning avlodlarimiz bizning xizmatimizni yaxshi qiladi. Shunga bu dunyo omonat. Hammanglar bugundan boshlab, ya'ni burunmi qilyapmiz, bugundan boshlab ata-onamizni nihoyat xursand qilishga tirishaylik, ularning haqqini to'liq ado qilishga tirishaylik, ularni rozi qilaylik, xursand qilaylik. Biz ata-onamizni xursand qilsak, ata-onamiz bizdan rozi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'ladi. Shunga Allohning roziligiga erishish uchun oldi bilan ata-onamizningki roziligiga erishishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammanglarni ata-onamizga ko'yinadigan, ata-onamizga yaxshilik qiladigan, yaxshi farzandlarning qatoridan qilsin. Shuningdek, yaxshi bilim ilib, Allohning kitobi bo'lgan diniy bilimlarni, Qur'oni Karim, hadisi Rasulullohni yaxshi o'rganib, eningdan sirt hozirgi davrdagi texnologiya, har xil ilg'or bilimlarni o'rganib, kelgusida vatanimizning ve xalqimizning xizmat uchun hamma tarafdan yetishgan yaramli avlodlardan bo'lishga Alloh muyassar qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.